G'ijduvon tumanida kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida 24 soatlik shtab tashkil etilgan. Ob-havo bilan bog'liq vaziyatlar doimiy nazoratga olinib, barcha mutasaddi tashkilotlar o'z vazifalarini sidqidildan bajarishmoqda. Ayniqsa, obodonlashtirish bo'limi xodimlari noqulay ob-havo sharoitiga qaramay tinimsiz mehnat qilishmoqda. Родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Метеля пела песенку, елочка, бай-бай. Мороз ее укутывал, смотри, не замерзай. G'ijduvonda yog'gan ilk qor shahar hayotiga fayz bag'ishlab, fuqarolarga ko'tarinki kayfiyat ulashmoqda. Mana bugun va nihoyat bizning tumanimizga ham, G'ijduvonimizga ham oppoq qor yog'di. Shu bahonasida biz ham farzandlarimiz, qo'shnilarimiz, jiyanlarimiz bilan birgalikda qor bo'ron o'ynashga chiqdik. Kelinglar.